Qarangizlar, Bek Mobil Guliston TV'ning podpischiklari sizlar uchun yaxshi sizning aksiyalar podpischiklaringiz uchun juda ham chiroyli aksiyalarni 13larimiz oq qora ranglarda bor 37.400 rubldan. Mana bu S24 Ultralarimiz, u vaqtda S25 Ultra 24 Ultralar sotyapti. Chunki kecha aksiya qilib o'tgandik. Shu aksiyani yana bir marta aytib o'tamiz. S24 Ultramiz 59.900 rubl. rivojini bersin, bularni ham bizni ham qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana shu xalqimizni ko'pchilikka bersin deyman. Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana qarangizlar, Bek Mobil bu yerda ko'plab zvezda, blogerlar, artistlar kelib reklama qilib ketgan. Biz ham reklama qilyapmiz. Shu qanday e'tibor beradi ekan dedi. Jigarlar shu Guliston TV'ni yaxshilab bir kuchini ko'rsatib qo'yingizlar. Bir podashka qilingizlar. Biz bir chekkasidan boshlaymiz. Bu yerda shu o'zimiz odamlarni o'rta qaynardan Anvar Ayna, bu ikki tomonda ikkita sheriklari bor. Bu nima desangizlar, bu yer aviakassa, hujjatli dokumental aviakassa, gaplarga javob beradigan. Agar aviabilet kerak bo'lsa, mana ekranlaringizda raqamini ko'rib tursa, murojaat qilsa, shu chiqadi qancha? Shuncha bas desangizlar bosadi. Ana endi bu yoqqa o'tamiz. Mana bunaqa polni realni kelib ko'rsatyapmiz. Bularning hammasi klient. Bu yerda aktivi zo'r. Nima uchun zo'r? Chunki telefonlar sifatiga, narxi hammasiga javob beradi. Mana shu Bek Mobilda egasi mana shu o'rta qaynardan bo'ladi. Bilmaganlar bilib qo'ysinlar. Assalomu alaykum Guliston TV'ning podpischiklari sizlar uchun yaxshi aksiyalar podpischiklaringiz uchun juda ham chiroyli aksiyalarni tayyorlab qo'ydik. Bular planda yo'q edi. Siz keldingiz, bir video qilaylik deganingiz, ko'p insonlar keladi. Shu ko'p insonlar uchun bitta chiroyli aksiya qilyapmiz. iPhone 13larimiz oq qora ranglarda bor 37.400 rubldan. Hozir hammasining narxini aytib o'ramiz. Yangi bular, ha, 5 nemiz. Yo'q, pachki. Shuni ochasiz, iPhone'da kimki yaxshi tushunsa, kelsa, nastroykasiga shunday kirsa, o'zi qachon aktivasiya bo'lganini ko'rsatib bo'ladi. Yana uni hozir keladi, oladi, aktivasiya qilsa shu vremyani ko'rsatib turadi. Shu aktivasiya bo'lgan vremyani. Akkumulyator quvvati yo'q hammasini. Hammasini ko'rsatib turadi. Hammasining narxini ko'rsatib o'tamiz. Kimga agar boshqa telefonlarning narxi qiziq bo'lsa, Telegramda silkasini kommentariyada birinchi qatorga qoldiramiz. Zatini joylab qo'yamiz. Hozir videoni oxirigacha ko'ringizlar. Faqat sizlarga aksiyalarni ko'rsatadi. Arzonlarni, anaqa ultralar ham bor, iPhone'lardan boshlaymiz birinchi. Xo'p, bu 13 dedingiz, ha? Bu iPhone 13 ikki xil rangdan bor. Bu 37.400 rubl. 15larimiz bor, 16larimiz bor. Mana bular zo'r aksiyaga tushgan. 16 Pro Max'larimiz 94.900 rubl bo'lyapti. 256 talik, 512 talik hamma pamyatda bor. S seriyalarga S24 EF'larimiz juda ham arzon qo'ygan. 34.400 rubl. S24 EF 8 ga 256 talik. Shu 24 ming. S seriyalar. Tushunganlar tushunadi. Sezilarli darajada aksiya qilibdi lekin bittada sezilyapti. Shu maza xalq maza qilsin degan niyatdamiz. Mana bu S24 Ultralarimiz, u vaqtda S25 Ultra 24 Ultralar sotyapti. Chunki kecha aksiya qilib o'tgandik. Shu aksiyani yana bir marta aytib o'tamiz. S24 Ultramiz 59.900 rubl. Ikki xil rangdan bor. Qarangizlar, seri va qora ranglardan bor. 59.900 rubl, 12 ga 256 gigabaytligi. S25 Ultralarimiz hamma rangdan bor. 512 talik, hamma pamyatdan bor. Yana nimani aksiya qilaylik sizlar uchun? Bu 25 ta narxi qancha? Bu 25imizning narxi 71.900 rubl. Yana dollar tushyapti, dollarga qarab tushib ketaveradi narxi. Bu dollarga bog'liq. Inshaalloh bu yana arzon bo'ladi degani. Biz ham shuni tushib ketish tarafdorimiz. Mana shuni 2-3 oy oldin 70 ming atrofida sotganmiz, hozir 59.900 olib qoldi-da, dollar tushganga. Yana tushsa, bular ham narxi ham tushib ketaveradi. Gap yo'q. Mana buncha aksiyalar bor. Bundan tashqari yana bir nimalar tavsiya etamiz? Video cho'zib ketadi deysizmi? Yo'q, maqsadga o'tdik. Maqsad undan tashqari o'zimizning o'zbek, tojik, qirg'iz xalqi budjetli telefonni ko'p so'raladi. Budjetli telefonlarimiz Realme'lar bor. Например, Realme Note 60X yangi model bir dizayndan ko'rsatib o'tayin. Mana shunday chiroyli dizaynda telefonimiz 4900 rubl. Narxini bir ko'rsating, keling. Mana buni qanday telefon bo'lsa ham 12400 rubl ekan. Вообще bu ayol kishilarga onaxonang podarka qilsa juda ham bo'p telefon. Ayol kishi tug'ilgan kuniga podarka qilaman desang, mana shu rangidan gap yo'q deydi. Xo'sh, ketdi. Buni 11400 ekan. Buni bilan xuddi shunga o'xshab ketadi ekan. Buni 7900. Hot 50 ga Infinix smartfon. Необычный telefon. Zato shular qancha shular qo'ydi. Alo, Instagram, YouTube hammasi javob talabga javob beradi. Instagramda, Telegram. Bu telefonlarda nomi ulug'da. Ana endi buni qarangizlar. Kak Ultraning shaklidan Bulasa 22 ming. Ultraning budjetli varianti Camon 40 Pro bu. Qarang, A16larimiz bir ko'rsatib o'taylik, keling. A16larimiz
10.900 rubl 128 gigabaytligi telefonning dizayniga o'zlaringiz baho berasizlar. Отпечатка bor, 5000 mAh batareykasi bor. Telefonning ekrani Yakur Super AMOLED ekran. Protsessori Mediatek G99 protsessor qo'yilgan, yaxshi ishlab beradi. Kamerasi mana Biz ko'rib turibmiz, ajabgina bo'lib. A16lar, 26, 36, 56 hamma seriyalardan bor. A26 ekan. Bosam, Mana bitta taqib ko'rsating mana hay. xo'sh, jarashadimi, jarashmaymi endi bilmadimmi. Men ne ochib shaxsan Yo'q, buni kommentariyada kutamiz. Yarashdimi, yarashmadimi? Yaxshilab. Shuna qarab qo'yay. Bitta suratga tushib qo'yaylik. Yaxshi. Qarang, mayli, sizning podpischikalaringiz uchun yana bitta podarka. Kelib, ikkita telefon olsa, mana shuni achikning Liboin tanasi bitta podarka. Shu Liboin tanlab, men shuni oldim desa, shuni olib ketaverdi endi. Podarka, tamom. Ikkitasi qimmat telefon olish shart emas. Liboy telefondan ikkita olsin, bitta achik podarka mayli. Onlayn aloqa chiqsa ham javob berasizlar. Da, call centerimizning raqamlarini shu yerga qoldiramiz. Call centerga telefon qilsin, Liboy время javob beradi. Ertalab soat 9:00 dan kecha 22:00 gacha javob beradi. 10 ta zvonok birdan kelsa ham 10 kishi birdaniga javob berishga imkoniyatimiz bor. Muammo yo'q. Men yozdim, javob bermading degan gap bunday muammoga duch kelmaysiz ekan. Xullas, imkoniyatlar keng yaratilgan. Ko'pchiliklar Redmi ishlatadi. Redmi smartfonlarimiz ham bor. Redmi A5larimiz 4900 dan boshlanadi. Bir dizaynni ko'rsatib o'ting. 4900 ga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyada kutamiz shu telefonni. O'zlaringiz bir baho berasizlar. Podpischiklarga. Hozir Rossiyada ham pulning uncha qadri susayib ketganmidan bir joyga o'tirib normal aloqa qilsang 4-5 ming dollar. 4-5 ming ketyapti buni. Da. Poco X6 Pro kimki игровой PUBG o'ynasa, endi PUBGchilar uchun bor. X6, X7. Men borku buni bu yoqqa altdan qo'y. Ekrani birdaniga e'tiborim tortdi. Men kачествоni azmatali qilaman-da, e'tibor beraman. Cho'tki chiqqanda, mana qaranglar. Yarki bo'lib turibdi. Bezramish. 22.900 rubl. Mana. Bu 512 12 512 xotirasini ham aytib o'tamiz. 512 gigabaytmi? Da. 14 sillarimiz 7900 rubl. Mana bu dizayni, qora sveti bor. Buning ham ko'k sveti bor. Bular 9900 rubl, 7900 rubl. Yangi seriyalar, Redmi 13lar bor. Mana shunday chiroyli dizaynlar. Hay, videomizda endi ko'p cho'zib bermaymiz. Barcha ko'rsatdik. Birinchi reklama edi. Shuning uchun aksiyasi bormi, boshqasi bor. Polni ko'rsatdik. Bar vaziyatini ko'rsatdik. Endi sizlardan shu o'rinda xayrlashib qolamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha ishlaringizni rivojini bersin. Bularni ham, bizni ham qo'llab-quvvatlab kelayotgan mana shu xalqimizni ko'pchilikka bersin deymiz-da, barakani. Da. Shular bo'lsa, inshaalloh hammaning ishi oldinga ketadi. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Sog' bo'lasizlar.